Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid muhim xabar va yangiliklar tafsiloti bilan efirda Xorazm hafta ichida axborot tahlili dasturi. Yurtimizda transport infratuzilmasini modernizatsiya qilishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar izchil davom etmoqda. Xususan, Xorazm viloyatida amalga oshirilayotgan yirik loyihalardan biri Urganch va Xiva shaharlari o'rtasida zamonaviy avtomobil yo'li qurilishi bugun jadal sur'atlarda davom etyapti. Mazkur loyiha nafaqat ikki shahar o'rtasidagi transport aloqasini tubdan yaxshilash, balki hududning iqtisodiy faolligini oshirish, turizm salohiyatini kengaytirish va aholi uchun qulayliklar yaratishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Dastlab shu haqda. Umumiy uzunligi 35 kilometrni tashkil etuvchi ushbu yo'l zamonaviy talablar asosida xalqaro standartlarga mos ravishda barpo etilishi reja qilingan. Loyihaning umumiy qiymati 120 million AQSh dollari bo'lib, bugungi kunga qadar 588 milliard so'm mablag' o'zlashtirilgan. Shundan 554 milliard so'mlik qurilish ishlari bajarilgan. Buradayız. Urganch-Xiva yo'li. O'zbekistonda ilk defa yapılan pulli yo'l. Urganch-Xiva yo'li O'zbekistonda birinchi marta qurilayotgan pullik yo'l. O'zbekiston bu yo'l bilan birga taraqqiyotga ham yuz tutmoqda. Men shu ishga boshchilik qilish uchun yurtingizda ekanligimdan juda xursandman. Ya'ni o'zbek xalqiga shunday go'zal inshootni taqdim etish baxtini his qilyapman. Yo'lni qurishdan asosiy maqsad nima? Xiva albatta tarixiy shahar. Bu tarixiy shaharga aeroportdan tushgan sayyohlarni ancha go'zal, qulay, tez va xavfsiz tarzda Xivaga olib kelish. Xivada barcha tarixiy obidalarni aylantirib, yana shu tarzda bu yerdan kuzatib qo'yish. Lekin bu yo'l faqat sayyohlar uchun qurilmayapti. Albatta, bu yo'l O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolariga uzoq yillar davomida xizmat qilishi ko'zda tutilgan. Aytganimdek, vaqt hech qanday pulga sotib olinmaydigan boylikdir. Oddiy yo'lda 40-50 daqiqada bosib o'tadigan masofangizni bu yo'ldan foydalanib 15 daqiqada bosib o'tasiz. Qolgan vaqtni esa boshqa ishlaringizni yanada obyektiv, ya'ni tezroq, samaraliroq bajarish uchun imkoniyatlaringiz bo'ladi. Ikkinchi masala, bu yo'lda ko'riladigan xavfsizlik choralari bilan yo'l harakatidagi xavfsizlik ham ta'minlangan bo'ladi. Yo'l qurilishi jarayoniga 800 nafardan ortiq ishchi xodimlar jalb qilingan bo'lib, 1390 ta maxsus texnika uzluksiz faoliyat yuritmoqda. Bu esa ishlarning keng ko'lamda va yuqori sur'atlarda olib borilayotganidan dalolat beradi. 2026-yil 1-may holatiga ko'ra, loyiha doirasida asosiy qurilish bosqichlarida sezilarli natijalarga erishilgan. Jumladan, yo'l uchun zarur unumdor tuproq qatlamini kesib olish ishlari 98,5% ga bajarilgan. Tuproqdan ko'tarma qurish, tekislash va zichlash ishlari esa 81% ga yetgan. Yo'lning asosiy qatlamlarini shakllantirish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Hozirga qadar 43280 kvadrat metr birinchi qatlam, 21480 kvadrat metr ikkinchi qatlam va 10000 kvadrat metr shag'al qum aralashmasi yotqizilgan. Loyiha yakuniga qadar yo'lning asosiy qismi 568000 kub metr hajmda 3 qatlamli asfalt beton qoplama bilan mustahkamlanadi. Umumiy hisobda 545000 tonna asfalt yotqizilishi reja qilingan. Urganch-Xiva yo'nalishidagi pullik yo'limiz o'zi uzunligi 35 kilometr. Bugungi kungacha qilingan yer ishlari 95% ga yakunlandi. Yer ishlaridan keyin asosga o'tildi. Hozirgi jarayonda 35% ga keldik. Orqasidan buni hozir asfalt ishlarini ham boshlaymiz. Asfaltimizni ham 3 ta qatlam bo'ladi. Buni o'sha birinchi qatlamini hozir rejalashtiryapmiz. Shu 10-maydan boshlaymiz. Ko'prik qismlari ham hozirgi bugungi kunda 75% ga yakunlandi. Mutaxassislarimiz hozir mana konsultantlarimiz bor. Turkiya mutaxassislari asosida hozir ishlab turibmiz hammasini. Yo'l nazorati inspeksiyasi shu yerda. Hamma narsa o'sha standartlarga, GOSlarga talab beradigan darajada qurilish ishlari davom ettirilmoqda hozirgi kunda. Loyiha doirasida 9 ta yo'l o'tkazgich va 15 ta ko'prikni o'z ichiga olgan jami 26 ta muhandislik inshooti qurilmoqda. Bundan tashqari 105 ta suv o'tkazish inshootidan 98 tasida montaj ishlari yakunlangan bo'lib, umumiy yo'nalishdagi ishlar 92% ga bajarilgan. Yo'l infratuzilmasini to'liq shakllantirish maqsadida zamonaviy yo'l belgilari, chiziqlar, metall to'siqlar hamda shovqindan himoya qiluvchi konstruksiyalar o'rnatilishi ko'zda tutilmoqda. Bundan tashqari yo'lning ikki tomoniga jami 70 kilometr masofada yevro to'siqlar barpo etiladi. Bugungi kunda loyiha bo'yicha umumiy ishlar hajmining 47% bajarilgan. Tabii bu konforlu ulaşımı yapmak için de yaptığımız şeyler... Albatta bu yo'lning xalqaro standartlarga mos bo'lishi uchun kerakli bo'lgan eng kichik detallargacha e'tibor qaratganmiz. Istagimiz shu harakat va mehnatlarga yarasha yuqori darajadagi yo'l bo'lsin va uzoq yillar davomida insonlarga xizmat qilsin. Ta'kidlashim o'rinli, asfalt tagidagi ishlarimizda ancha farqli usullarni qo'llayapmizki, bu yo'lning mustahkam va uzoq xizmat qilishini ta'minlaymiz. Bu albatta bir boshlanish bo'ladi. O'zbekistonning qiyofasini, dunyo bilan integratsiyasini ham ta'minlaydi. O'zbekiston ham juda o'zgacha yurt. Shu sabab qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Axir o'zbek xalqi bilan umumiy rishtalarimiz yillardan, asrlardan beri mavjud. Maqsadimiz ishlarni avgust oyigacha tugatib, transport harakatiga ochish, xizmat ko'rsatadigan holga keltirish.
Mazkur yo'l nafaqat Urganch va Xiva o'rtasidagi masofani qisqartiradi, u yangi iqtisodiy imkoniyatlar eshigini ochadi, turizm oqimini oshiradi, hududlar o'rtasidagi integratsiyani mustahkamlaydi. Eng muhimi, insonlar hayotiga qulaylik olib keladi. Bugun bu yo'l qurilmoqda, ertaga esa u orqali rivojlanish yanada ildamlaydi.